Assalomu alaykum yurtdoshlar. Bugun 31 yana bir ishimizni tugatdik. Kech qolib ketsak ham bitirib mana shu binolarga kanalizatsiya 150 talik polietilен turbamizni o'tkazdik. Mana shu yo'ldagiga bir 30 metr atrofida ekan. Hozir kolodosdan o'tgan joyni ko'rsataman. Mana turbamiz o'tdi. Yon boshda keldi. Mana narvonimizga xalaq bermasin deb sal beriroqda olib o'tib qo'ydik. Mana shu 30 metr atrofida chiqdi. Xizmatlar bo'lsa bemalol murojaat qilaverasizlar. Ekranlarimizga nomerimizni qo'yib qo'yamiz. Yo'llarda, uylar tagida, uylarda shu burchakkalar bo'lsa, hovlida shunaqa joylardan ham olib o'tamiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Mana 150 talik turbamiz o'tdi.